Demak, dastlabki texnikamiz zil samosval sotiladi. 1973-yil. Ural motor, hamma joyi zo'r, ramalar butun, kuzovida yoki boshqa qismida hech qanday muammosi yo'q. Ishga tayyor holati deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $5000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir samosval zil sotiladi. Nahadu holatda ishlab turgan texnika, balonlar ham yaxshi holatda, motor ham zil motor, hujjati yo'q deyishyapti. Generalni ham beriladi. Gaz balonlari 50 talikdan 7 ta bor deyishyapti. Narxi $4400 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Toshkent viloyati. Navbatda esa gaz 53 samosval texnikamiz sotiladi. Holati zo'r, hamma joyi yaxshi, motor, korobka va boshqa qismlar ham yaxshi, balonlari yangi. Narxi 70 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta to'liq ma'lumotlarni texnikani egalariga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa yana bir gaz 53 samosval texnikamiz sotiladi. 1990-yil. Holati zo'r, hujjatlari bor, gaz balonga ruxsatlari ham bor, xarajati yo'q, ishga tayyor deyishyapti. Motor, korobkalari ham zo'r holatda. Narxi $5500 aytilish narxi. Albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa havo samosval texnikamiz sotiladi. 2008-yil. Holati zo'r, motor remont qilingan, nahadu holatda, balonlar 60-70% atrofida. Agar pulingiz yetmasa, yili yangiroq mashinaga barter varianti ham bor. Manzil Navoiy viloyati, narxi $26000 aytilishi kamaytirib beriladi. Navbatda esa samosval KAMAZ sotiladi. 1983-yil. Ramalari butun, kuzov polis yangi qilingan, mashina ishlab turgan deyishyapti. Balonlar 95% atrofida, yaxshi sifatli balon qo'yilgan, antifrizda yuradi. Xarajat yo'q, ishga tayyor. Narxi $10500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Toshkent viloyati. Demak, navbatda yana bir samosval KAMAZimiz sotiladi. 1987-yilda ishlab chiqarilgan, 8 ta 65 talik gaz baloni bor. Ballari ham zo'r holatda, ramasi butun, shinalari yaxshi, dokumentlarda muammo yo'q, motor korobkalari yaxshi. Manzil Jizzax viloyati. Narxi esa 80 million so'm. Narxi 80 million so'm kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, yana bir zil samosval sotiladi. Holati yaxshi, rama bloklari butun, radiator balonlari yangi qo'yilgan, dokumentida muammo yo'q. Bortni uzunligi 3.90, balandligi 1.30, eni esa 2.45 deyishyapti. Xarajat yo'q. Narxi $10000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil 130 sotiladi. Holati yaxshi, kuzovlari, ramalari butun, hech qanday ayb yo'q, hujjatlari bor, ishga tayyor deyishyapti. Narxi $7500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta qolgan ma'lumotlarni texnikani egalariga qo'ng'iroq qilib o'zlaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta videoga ham like tugmasini bosib turing, biz esa davom etamiz. Navbatda yana bir gaz 53 samosval sotiladi. Holati yaxshi, 1990-yilda ishlab chiqarilgan, 4 tala baloni 60% dan yurib turgan mashina, ishga tayyor holatda, hujjatlari joyida. Narxi $3600 aytilish narxi. Albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Agarda ushbu texnikalarni batafsil va to'liq ma'lumotlari kerak bo'lsa, albatta har bir texnikani egalarining telefon raqamlarini ekranimizga chiqarib qo'ydik. Marhamat, bemalol ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni texnikani egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda esa hozircha shular edi. Video roligimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni albatta unutmang. Hozircha xayrlashamiz, salomat bo'ling.